Ular orqasini qaranglar, moshni. Assalomu alaykum, Alovuskan obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Bugun Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvani Qalin postinida akalar, Akmal akamizning xonadonlariga tashrif buyurganmiz. 4 bosh xonajin, 2 bosh buqamiz bor. Bugungi chisloyimiz 15 fevral, hafta kuniga yakshanba. Yakshanba aksiyasini qilib beramiz. Akalar, bugun sizlarga birma-bir yurgizib turgizib narx-navolar bilan chiroyli qilib tanishtiramiz. Sizlardan pardeshga bittadan like bosib, arzimagan mehnatimizga obuna bo'lmay ko'rayotgan ukalar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa akalar, ko'rib turibsizlar, bozorlarda bardak, kasalliklar juda ko'p. Shuning uchun bozorga chiqmagan bir ishonchlidan, sog'lomidan o'zim boqaman degan ukalar bo'lsa, mana sog'lom to'ralar oyog'i hamma yo'g'i yurishlarini ko'rsatib beramiz, xudo xolasa akalar. Ishonchli joydan chiqib qolgan. Bemalol telefon qilib, barakalarni qilib olaverasizlar. Biz bo'lsa chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum. Assalom. Alo. Sizmisiz? Charchamayapsiz? Siz aka, qalay ishlar? Bozorga o'tkazib keldingizmi? Ha, Xudoga shukr aka. Joningiz sog'mi? Zo'r rahmat. Mas ilindida bugun mas'ular. Bular obunachilaringizga. qayerdan terdingiz aka? Buni chiroyliligim. Bular krasniy pyostrami? Mana ular xonajinlar. Krasniy pyostra, Golestinga gibrid. Anaqa. Chorniy pyostra ham bor ekan, Ha, bitta. chekkada bor. 4 bosh xonajin. Aka, bularni bo'ylarini o'lchaganmizmi? Bo'ylarni o'lchalgan. Nechiga olishaveradi? Mana to'ralasi ham pasti bir xil ekan, ha? Ha, ikkitasi balandroq. Ha, nagi chekkadagilar chek balandroq ekan. Biri 10 ga bular olsin, narigilar 15 ga olsin. Pili so'zi. Pasini aytavering. Bular biri 15, bular biri 10. Pasi. Mana akalar. Xotirjam krasniy pyostra deysizlarmi? Gibrid mana Golstinga akalar, chorniy pyostra, 4 bosh chiroyli xonajinlarimiz bor. Sifat mana hozir olib qo'yadigan payt akalar, olib xudo xolasa sigir qilib olasizlar. Hozir sigir qiladigan mollarda fermadan chiqdi bular. Sut yo'nalishiga zo'ra bular aka. bular. Xudo xolasa ularni qarang go'zalligini. Bag'da endi bu buqalarimiz alohida tema. Bu simental, nima aka, bu gibridmi simental? Simentalga gibrid, ha? Bo'ynalarini qarang, вообще серьезный, ha? Narxlar yondiramiz, ha, narxlarda aka, sindiramizmi? Bomba bo'ladi. Narxlar bomba qilamiz, xudo xolasa. Voy, mana uni orqalarini qarang. Shved, ha bu? Shved, qirg'iz shved. Ha, Qirg'iziston, ha? Toza Qirg'iziston baroda shvedimiz, uni qarang. Hamma yo'g'i kelgan. Gazlari ham uzunidan, akalar. Buni ham orqalari rosa yemlashga tayyor holatda. Bular yoshiga to'lgan, ha aka? To'lgan yoshiga. Mana, rosa yemlashga tayyor holatda. 2 bosh buqa, 4 bosh mana xonajinlarimiz bor. Mana xonajinlar to'rovini bir joyga ketsa maza qiladi ona. Aka, havas qiladigan ekan o'zi ham. To'ralasini bitta olib qo'yasizlar, xudo xolasa akalar. Zo'r sigir qilib olib 15 ta, 20 tadan xotirjam beraveradi bu parodalar, bilasizlar. Krasniy pyostralarni bir ko'rgan bo'lsalaring, mana shunaqa krasniy pyostrani bo'g'ozini, 2-3 oylik bo'g'ozini 28 ta sutga 65 millionga qo'yib berdim. 59 millionga baraka bo'lgan. Xuddi o'sha mollardan bo'ladi bular akalar. Mana buni ham qarang. Aka, buqalarimizni bo'yi bir xil ekan, ikkalasini. Xotirjam 120 ga olishaveradi. 120 ga olishaveradi, xotirjam. Mana shu. 120 bo'ylari bilan yurishlari hamma yo'g'i go'zal. Yetalab ko'rsataveramizmi bitta-bitta aka? Xonajinlardan boshlaylikmi yo buqalardanmi? Bo'ladi. Ketdik, mana shu men o'zim buqa ish qilib yozdim aka. Mana shu shvedni torting, shvedni. Joningiz sog' bo'lsin, stoygani qarang. Inshaalloh. Joningiz sog' bo'lsin. Ketishni qarang buni. Mana akalar, to'ralar tarafidan ham aylantirib ko'rib olaverasizlar. Xudo xolasa sog'lig'ida bir muammosi yo'q. Yurishlari hamma yo'g'i joyida mana. Qo'llarni qarang, jonivor. Aka, ishtahasi qanaqa bulardi? Quruq somonni ham yeydi. Quruq somonni ham. To'ydirib olsa hisob, ha? Ha, to'ydirib olsa hisob. Chopishdi qarang. Mana akalar. Xudo xolasa hamma tarafdan ko'rib olaverasizlar, mollar. Vafshi go'zal, aynaqa o'zini bosib olgan, to'palan qilib, usib, yugurib yordi, una narsalar yo'q. O'zini bosib olgan mollar mana. Xotirjam olaveradi, Alloh kasalliklariga. Yashuram bu bo'lgan. Yashirdan chiqqan. Bo'lib chiqib tuzalib bo'ldimi? 1 oydan beri turibdi uyda. Mana. Bu taraflarga
Xudo xolasa bu yoqda doim garantiya bo'ladi. Mana uni qarang, dumba so. Qo'chqorda yo'q bu dumbalar. Yemlasalaring bular kuzgacha nima bo'lib ketadi aka bu? Xudo xolasa. Ashini yetalaylikchi aka. Joning sog' bo'ling. Bo'ynalarini qaranglar. Polvonligini qarang buni. Mashinasidan. Mana shu. Achmar aka, narxini necha pul deymiz aka mashina? Bomba bo'ladi. Narx aytayim, qarab turing. Ayting. Hamma YouTube tekshirib olaversin. Bunaqa narx yo'q. Ha, bozorda ham yo'q. Ha, bozorda ham yo'q. 22 million. Serios? 25 pastda yo'q chiqadi. 22 million. 22 million. Men doim tortishib qo'yaman aka, 1 million menga. Aynan xayriga o'tib bering, qolganini obunachilarga. Zo'r aytdim o'zi. Ey, 21 million aka. Obunachilarga yana xayrini qilib berasiz. Bo'ldi, birinchisiga gap Ey yo'q. bobbar aka. 21 million so'm akalar, bu qani qaranglar. Bormi? Qayerda bor mashina narxlarda? Bu orqalarini ham ko'ringlar. Sementalga gibrid akalar. Yeb ichishi sog'liqlarida xudo xolasa bir hafta 10 kun garantiya beradi. Mana uni qaranglar. Buni qarang. Janob. Tayyor akalar, bormi 21 millionga? Matlar to'lib ketsa bormi? Aka, u 21 million yana aytilayotgan narx-a? Yana ozmoz xayri bo'ladi. Xayri bor. Dastlabkasi ham bor, O'zbekiston bo'ylab telefon qilishaveradi. Dastavkalari O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. Uni qarang akalar. Joning sog' bo'lsin. Inshaalloh. Bu ham Yashurdan chiqqan aka. Bu ham bexijolat Yashurdan chiqqan bu. Bunisini yonida shvedni narxini aytmabmiz aka, yo buni oxirida aytaylikmi obunachilarga? Bonus qilib beraman. Ha? Gap yo'q. Mana shuni bonus qilib yuboramiz, a? Oxirida bu turishini qaranglar. Вообще серьёзнisidan mana. Stokalarni. Qirg'iziston paroli akalar, buni narxini oxirida aytib beramiz, xudo xolasa. 1,5 metrga chiqadi mash. Joning sog'. O'z sifati ham вообще go'zal ekanda. Xonajinlarga ketdik bo'lmasam. Krasniy Pyostra yonida Golshtengi gibridimiz akalar. Ikkalasi ham 1.10 ga xotirjam olaverasizlar. Yosh qanaqa aka? Necha oylik bular? 6 oy, 7 oylik. 6 oy, 7 oylik. Akalar bular narxini jup-jup qo'yamiz. Ikkitasi. Xolasalarini jup savdo qilinglar, xolasalarini donaga ham savdosi bor. Niyat qilib qo'yinglar akalar. Niyat qilganlar uyda kamida 50 ta 100 ta bo'lsin bunaqalarda. Uni qarang. Ay mashalloh, mana uni qarang ketishdi bularni. Ana, zo'r sigir qilib olasizlar akalar. Narxlari ham go'zal, xudo xolasa. Narxlarni o'zi doim arzon aytgan va olib sotadigan narxlarda ham qo'yib berishadi, xudo xolasa. Xolasalar og'ilib baraka topasizlar. Chunki sog'lik salomatlikda bir hafta 10 kun garantiyasi bor bularda. Turuvlarni qarang, bular. Joning sog'. Necha pul deymiz aka? Alo. Ha. Buni Sho'xligini jim turmaydigan. sog'lomni sho'xlik qiladi-da. Alona hatim yaxshi. Ayting, jup ayting ikkalasiga. 27 million berasiz. 27 million. Qanchadan bo'ladi endi u? 13,5 milliondan. 13,5 million. Bozorda bunaqa sortli bo'zaylar 15 pastda emas. Aka, birdan o'tib bering. Shuni 25 million qo'yaylik, yana xayrini qilib beraylik obunachilarga. Yo, unda bizni qoplamay qoladi-da. Ya chiroyli narx bo'ldi aka, barakasini bersin o'zi. 26 qilaylik, gap yo'q, alo. Aka, 25 million hech qancha jicha xayrini qilib berasiz obunachilarga. Bo'pti, ko'p o'tmaysiz. Bo'ldi, gap yo'q. Telefon qilishsin. Bobarak. 25 million, 12,5 million so'mdan akalar. Bormi mana sizlarga narx? Mana narxlar. 12,5 million so'mdan. O'zi Ajmal akamda bilasizlar akalar, narxlar vobshe bomba bo'ladi. Hali 30 million deb borsa kerak deb tursangiz 19 million deb qo'ygan odam mashi bo'ladi. Voh, uni qarang. Ikkalasi ham go'zalidan mana. Akalar qaranglar. Bunisini ham ko'ring, orqalarini. Orqasi baland ekan-a buni aka, ikkalasini ham, ha? Bu qadar ham yo'q bunaqa orqa. Joning sog' bo'lsin. Ayiq polvonlar. Aka, bular necha oylik bular? Bular 8 oy. 7-8 oylik, Mashalloh. Mana sifat sizlarga akalar. Sifat
izlovdilaringmi mana sizlarga sifat. Har tarafidan ko'rib olaverasizlar. Shu ayiq polvon kukla parilari bular. Lo'z aytadi ustoz, Schweinsteigerlari deydi-yu, ashnaqalari mana. Qaranglar go'zalligini. Quloqlar qarang, shalpan qulog'idan-da bu. Moshni ekan aka. Narxi Akmal aka. Alo. 31 berishsin. 31. 15 yarimdan. 15 yarimdan. Kattaroqlari bular. Aka anullarga katta talashdim. Bunisida bo'pti. O'zi mollarda ham ko'rinishi katta, kichkina emas. 30 qilib qo'yaylik, to'g'ri qilib yana xayrini qilib bering obunachilarga. Babarak. Musofirdagilarga ama kami ashincha aka. Musofirdan telefon qilsa ashincha kam bor. 500 ming 1 millionga qaralmaydi. 1 millionga qaralmaydi. Ana. Telefon qilsa 15 milliondan akalar 30 million so'm. Xolasalaring jubolinglar, xolasalaring donaga savdo qilinglar, zo'r sigir qilib olasizlar. Sog'liqlari, yeb ichishlari hamma yo'g'iga garantiya beriladi. Bir hafta 10 kun bemalol sinab olaverasizlar. Mollar hammasi sifatli ishlangan, sog'liqlari joyida, yeb ichishlari joyida akalar. So'm xayri bor. Akalar, aytilgan narxlardan kami bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Xudo xolasa bir dastavkasida muammo bo'lmaydi. Mana aka, bu shvetimizni necha pul deymiz aka? alo to'rovga bitta narx chiqarib beraymi? To'ralasiga bitta narx. Bir olaman degan odamga. 4 tani bittaga. Ama ashperiz yaxshisiz. Hozir yana tushirasiz-da, o'shan qo'llaydi. To'ralasi bir joyga. O'zi necha pul dedi? 30 millionga 25 million, ha? 25 yarim. 25 dedingmi? 25 dedingmi? 25 dedi. 55 million narx qo'ydi. 55 million. Bu ikkalasiga 25, nargilarga 30. To'ralasi bir joyga olaman deb bo'lsa. Bor 54 million bor. 54 million. 54 millionga ketdi O'zbekiston bo'ylab. Yana bitta qizishib keting aka. Hey! Hey! Bor 53 yarim mana. Joni sog' bo'lsin. Yarmini ham o'tib berdingiz, ha? 53 ha? Maza qilsin. Ana shular. To'ralasini bir joyga olsalar 53 million. Va qayerda bor bunaqa narxlar akalar, mollar o'sha tayyor xudo xolasa bular qani 53 million. Endi mana buni nima deymiz aka buni? Bonusimiz bu. Bonus. Men hozir bitta ichimda bitta narx taxmin qilyapman bunga aka. Qani shu narxdan pasaytasimikin, balandmi? Yengil qo'yib beraman. Men o'zim bir 23 deb turibman buni aka. Unaqa narxlar yo'q. Hazırlaştım 22 debman. 21 debman. 21 ham yo'q. Necha pul? Bor 20 millionga ketdi mana. Seriyoz 20 million. 20 million kam. 19 million doğru ya aka. Ketdi. Qizishga. O'tdi 19 million. Yana xayri bor. Xayri bor, kam bor. Mana akalar. 19 millionga. Bormi mana? Toza Qirg'iziston shvet. Bo'yi ham 1.20 dedingiz a? 1.20. 1.20 plusda xudo xolasa 1.20 ga olaverasizlar. Bo'yli, xudo xolasa orqalari ham hamma yo'g'i go'zalida. Hali aytilgan, hali xayol qilib o'ylagan narxingizdan ancha pastini aytib yoradi. O'zlaring ko'rib turibsizlar bozorlarni. Bozorlarga qaraganda ancha arzon, narxlari ham juda go'zal. 19 million so'm yana xayri bor deyilyapti. Ikkalasiga aka, bitta narx aytib qo'ying. 40 million. 21 millionga 19 million. 40 million. 40 million. Ha. İkkalasini jupiga olgan. 39 million ketdi mana. Bobarak. Yana 1 million tashadi ana. Akalar, 39 million. Agar jupiga olsalaring, u aytilgan narxdan yana xayri bor, kami bor. Xotirjam telefon qilib barakasini qilaverasizlar ko'ngilingizda narxni. Narxlar lekin vaqti go'zal bo'ldi. Buqalar ham kichkina buqa emas. Ko'rib turibsizlar. Rasa yemlaydigan, yemlashga tayyor holatda. Dehqon aka ukalarimiz bo'lsa ham olib boqib niyat qilib qo'yaman deganlar bo'lsa mana zo'r variant. Bemalol olib qo'ysalaring. Keyingi yil bahorga bozorda eng yirik buqasini olib chiqaverasizlar, xudo xolasa. Chiroyli qilib mana 4 bosh xo'najin, 2 bosh buqamizni qo'ldan kelgancha obzor qilib berdik. Yoqqan bo'lsa akalar, pastda telefon nomerlari bor. Bemalol aloqaga chiqib barakasini qilib olaverasizlar.